Assalomu alaykum. Mana ro'zaning 3-kuni. Ertalab qarasa yomg'ir yog'di. O'zbekiston havo yo'llarida ish qizg'in. Xudo xolisa mana samolyotlar ketma-ket. Mana bunisi Turkiya Airlines. Buni hozir uchib keldi O'zbekiston havo yo'llari. İş judayam qizg'in. Hozir ketma-ket ikkita Jiddadan qo'nadi. Umrachilarni olib borib tashab, yodigilarni olib kelyapti. Ketma-ket ikkita reys havo yo'llarida Jiddaga borib kelyapti mana. Hozir qo'nish kerak. Mana qo'ndi, xudo xolisa ovozi keldi. Mana hozir ko'ramiz. Mana qo'ndi Jiddadan, xudo xolisa mana O'zbekiston havo yo'llari. Mana bunisi sal oldin qo'ngani. Mana unisi qo'ndi, endi sekin mana xudo xolisa Stankalarga kirib keladi.